Assalomu alaykum, sizlar bilan Doniyorovich. Jigarli to'g'ri ozgina videolar yo'q bo'lib qoldi bir oycha. Ishlar ko'payib ketdi keyin. O'zimizni futbolda ham sinab ko'rish maqsadida ozgina futbolga ham vaqt ajratdik o'shanga. Hop. Bugun sizlar bilan mana shu bir oy ichida Telegram kanalimda bo'lsanglar agar boshlaganimda tashlagan edim yangi akkaunt ochib. O'sha bir oymi, 1,5 oy ichida mana shunaqa darajaga keldi. Endi to'g'ri ozgina donat qilindi. Skidich narsalar sotib olindi, propuska sotib olindi oyiga. No, yaxshi raqamga bo'ydim. Eng zo'r hujumchilar, yaxshi himoyachilar olindi. Endi buni bugungi videoda sizlar bilan kuchaytiramiz. Короче, bu akkaunt sizlar bilan kuchaytiramiz. Hop, birinchi bo'lib anaqa sotmoqchiman sizlar bilan birga. Etishimdan oldin like, podpiskani bong'illatib tashinglar. Kimgadir mana shu futbol ham qiziq ekanda, podpiskalarimiz o'ynagan, podpischiklarimiz bor ekan futbol o'ynagan. O'shaning uchun takoy stadion olmoqchiman. Bitta 1,5 mingtalik nima deyapti jigarlar. Endi qolganlari pulli-yu, endi yoqmadi. Bitta hozir mash, eng zo'ri mash yegan hozircha. Like bosamiz jigarlar. Oo. Jinnasini sotib oldik. Boshlanishga yaxshi. Xo'p, endi jigarlar. O'yinchilarni kuchaytiramiz sizlar bilan birga. Hop, nima qilardik birinchi? Kerak emas o'yinchini sotib oling. Sotaveramiz. Misol uchun menga kim kerak emas? Hop. Hozircha hammasi kerak ekan, tak. Mana kerak emas yo'q. 64 ta yig'dim anaqa nimadirlar. Endi zo'r unaqalarni qani bilmayman otlarini. Kamchi yig'diydi shularni. Endi da ishlatamiz. Birinchi bo'lib varata bilan boshlaylik. Ketdi. Lekin bir tarafdan varatani bekor kuchaytiryapman bilmayman. Mayli hozir birinchida bilan boshlab olaylik. Davay. Like, podpiska bosinglar, podдержка qilinglar jigarlar. Ko'proq video chiqishini xohlasanglar. Ketdi, ishlatamiz. Ketdi. Endi men tushunmayman o'zi qanaqa kuchaydi. No, yig'dim deb o'sha kuchaytirganlar. O'rtoq tanishlarimdan so'radi. Yig'dim deb qarachi. Nimadirlarni yig'dim jigarlar. Yaxshi. Necha pechani ot? Yaxshi. Shunda hozir. Hozir ishlatamiz. Yaxshi. Messi. Aslında tugatib qolaylik tezroq jigarlar. Zup. Nimadir foydasi bormi tushunmayman buni. Ben bittalik вообще. Hech so'rovga arzimayapti lekin. Bittalik unaqa to'lmayapti. Mana lekin bunda yaxshi to'lotadi ishmasam. Oo, aytdim. Ketdi oxirisi. Boppa. Yaxshi. Hop. Endi takoy fizическийga o'tamiz. Birinchi amalga ishlatib tashlaymiz mayli. Voy, nima ko'payib ketdi. Uy. Yaxshi ekan. Jigarlar. O'zi ko'proq yig'moqchi edim, proseslarni kutib turgim kelmadi. O'shanga tezroq ochroq qoldim. Bilmadim. Farqi bormi hozir biladi, qaysi birida kommentariyga yozib ketinglar. Men обычныйda yaxshiroq bilaman. Bunda kuchayapti lekin tushunmayman вообще. Bular ancha kerak edi mana bunga. Api. Yamal. Hop, endi buni ishlatamiz jigarlar. Biz to'g'ri tushunmayman qanaqa ko'payyapti bular. Nima? Tushunganlar, bilganlar kommentariyga yozinglar, o'rgatinglar menga jigarlar. Men hozir yaxshi, unaqa zo'r bila olmayman. Vaqt kerak sizga.
videolar ko'rdim men bu. Yuzli bo'lsa, shu kuchliroq, yaxshiroq, zo'rroq bo'lardi. Shuni bildim. Tushunchingizmi? O'rgatinglar, bilsanglar. Xudo xohlasa Free Fire'dan ham video qilamiz yaqin kunlarda. Uning uchun podдержка qilishinglar kerak. Like'lar bosishinglar kerak. Qancha ko'p podдержка qilsanglar, shuncha yaxshi-da jigarlar menga. Mana motivatsiya oshib ketadi, motivatsiya. Hop. Endi 3 taga keldik. Особый игрок ham bor unda. Давай kuchaytiraylik. Nima bu? Ускорение хотим. Menga ham tushunmadim. Давай. Ket. Yaxshi. Tushunmayapman jigarlar, tushunmayapman. Tushunmayapman. Hop, silo, ускорение yaxshiroq. Silo yaxshiroq. Skorost yaxshiroq. Yaxshi. Yana bor ekan. Ускорение yaxshiroq. Выносливость, выносливость. 288 bo'ldi. Yaxshi o'tsa ekan ya. Hop. Varatolisiz kerak emas deb o'ylamayman, davomli ishlatamiz ularni. Bonus развития. Bilay nima degani u? Biz uchun emas endi. Ketdi yana oxirgi qoldi ekanlar. Yaxshi kuchaydi deb o'ylayman. Hop. Yaxshi, 88. Bas nima qoldi biladi. Davom qilamiz jigarlar. Jigarlar. Xo'sh. Nima qilamiz? Kiramiz endi. Sotib olamiz jigarlar. Sotib olamiz. Video uchun, kontent uchun. Cho'tki 90 bo'ldi, zo'r. Yana sotib olamiz jigarlar. Men ikkita sotib olamiz sekin. Cho'tki hujumchilarni kuchaytirib beraversin. Hujumchilarni kuchaytirsin. Boss. Messi nafik kelamiz. Ketdi yana. Bitta qoldi oxirgisi jigarlar. Hop. Nima? Yaxshi bo'ldi shakili. Hop, короче, kommentariyaga yozinglar sizlar. Yaxshi kuchaydimi shuncha narsa yo, uncha emasmi? Shuni yozinglar jigarlar. Hop, mana kerak emas. Ishlatib tashlaymiz. Mayli. Ishlatib tashlaymiz. Ketdilar. Если подожди. Да. Bitti 89 qoldi. Endi zo'r. Hop, sizlar kommentariyada yozinglar. U qanaqa prokachka yaxshimi yo yomonmi? Men albatta sizlarni kuzataman. Yozgan kommentariylarni o'qiyman. Hop, men nima qilsa bo'ladi? Boshqa hech vaqt qolmaydi adashmasam. Bilmagan narsalarni o'rgatishlarni hozirdan jigarlar. Kommentariyaga yozinglar. O'zinglarning anaqanglarni, fikringlarni qalay bo'ldi prokachka. Agar Free Fire'ga yangi videolar bo'lishini xohlasanglar, kanalni podдержка qilinglar. Telegram kanalimga o'tib olinglar. U yoqda har xil turnirlar o'tkazamiz. Lekin almaslar beramiz jigarlar. Salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Doniyor bo'ldi.